Uykalar bo'lsa, mana shu videoni ko'ringlar, chunki to'g'rimi-to'g'ri ikkita novostroyka kvartira. Hozir to'g'risini ham ko'rsataman. Qarang, podyezddan kirdingiz, bu yoqda stroyniy shkaflar qilingan, yangi remont holatini ko'ryapsizmi? Uzun koridor, kafellari, oyontiyalari, cho'pli pot. Mana bu yerga divanni qo'yasiz, to'g'riga televizorni ilasiz. Oshxonani ko'rsataman, razmeri katta-da. Duxkontrolniy kotyollar ham qo'yilgan. Самый главныйsi kadastrlari tayyor holatda turibdi. Mehmonxonasi bo'ladi. Bu 69 kvadrat metr, почти 70 kvadrat metr desa ham bo'ladi. Mana hamma bitta yotoqxona bo'ladi. Buna krevatni qo'yasiz, ikkita bira uchun kabel tashab ketilgan. Sanuzel, rakvinasi, dush kabinasi, hojatxonasi va burchakda bir mashina uchun joy tashab ketilgan. Bu 69 kvadrat metr, to'g'riligi 55 kvadrat metr. Podyezdda 4 ta xonadon bo'lsa, shuna kiras, mana shkaflari, ko'ryapsizlar. Sanuzelni ko'rsataman. Kirmoshni uchun joy, rakvina, dush kabina, hojatxonasi, bu yoqda bitta spalnya. Ko'ryapsizlar, dodda qilib qo'yganlar remontini. Kuxnya, zal bo'ladi. Mana hamma mehmonxona. TVni ilasizlar, bemalol mehmon kutsanglar ham bo'ladi. Stol-stulni qo'yib, choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Buni kvadrati 55 kvadrat metr, anuni kvadrati 69 kvadrat metr. Narxi ikkalariga ham o'tsa, buni narxi 62900 dollar, anunisini narxi 74900 dollar. Toshkent tumani Zamon to'yxona shundoq narigi betida Chevrolet avtosaloni shundoq yonida birinchi liniyadagi kvartira, ikkinchi etaj. Telefon nomerlari pastda bo'ladi.